Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, akalar, bu ikkinchi gruppaga, ikkinchi partiyaga qo'chqorimizni ham video qo'ya qoldim. Shogird kelib qoldi. Ushlab turadigan odam keldi, qiynalmaymiz endi mana Alloh xolasa. Xo'p, akalar, bu qo'zi hali. Bu tishini ham yormagan qo'zi. Lekin bo'yi jasadi vashshi tiniq, kalla garbonus. Kallarni menga qarachi. Ahunday tursinchi. Mana Oy canavar. Bu jirafa canavar, jirafa. Ha, canavar. Kallamini garbonus qaranglar. Mushni bu qo'y. Buni oyog'ida, orqa oyog'ida bittasida og'rib qoldi. To'tal oyog'i ham og'rirdi buni. Tuzatib qo'ydim, ko'rdorsini qilib, tirnoqlarni qiyib, tekis qilib qo'ydim. O'sib ketgan ekan, og'rib qolgan ekan. Xudo xolasa hozir ancha yurib qoldi. 1 kilo, 2 kilo yana og'rib qoldi, ushlab turaman. Keyin olgan odamni keyin jo'nataman. Mana tishini ko'rsataman. Mana tishi hali yormagan. Yo, menga arqamsin. Jonivar baylab olmasam. Mana tishi hali yormagan. Mana akalar qo'chqor. Qo'zi qo'chqor tish buzmagan. Mash javob 10 oylik mash qo'zi. Mana quloqni qaranglar, garbonusni qaranglar. Oyoqlar o'ta baquvvat. Jasadi ham katta ozmi. Mana keldi. Ushlab tur. Jirafani. Shogird kuchi yetmayapti. Ikkinchisi bu, mana ikkinchi qo'zi. Ağa otu aç özün görürüz. Ağa otu koydu arkası. Ağa otu. Sekin otu kaçırıyorum ben. Boğma. Tilleren canım. Garbonus vaşmış ne? Arkasını beni görsatçı. Yana koydu arkasını qarang. Tikka. O'ta tikka. Ideal qo'chqor xudo xolasa. Jasadicha kichkinaroq lekin. Mana. Ikkinchisi bu.